Bo'sh vaqtingizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Men bo'sh vaqtimda kitob o'qiyman va ba'zan do'stlarim bilan uchrashaman. Bo'sh vaqtimda asosan o'zimni rivojlantiradigan mashg'ulotlarni tanlayman. Chunki bu menga nafaqat dam olishga, balki fikrlashimni kengaytirishga yordam beradi. Texnologiya odamlar hayotini yaxshilayaptimi? Texnologiya hayotni anchagina osonlashtiradi. Muloqot qilish va axborot topish anchagina qulay. Umuman olganda texnologiya hayotni anchagina qulaylashtirmoqda. Lekin noto'g'ri ishlatilsa, odamlarning diqqat va ijtimoiy munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. Siz uchun muvaffaqiyat nimani anglatadi? Muvaffaqiyat bu yaxshi hayot kechirish va yaxshi pul topish. Men uchun muvaffaqiyat faqatgina moddiy natija emas, balki inson o'zining maqsadlariga ongli ravishda yaqinlashib, o'zidan qoniqish hissi bilan o'lchanadi. Nega odamlar chet tilini o'rganishi kerak? Chunki chet tili ish topishga va chet elga sayohatga borishga yordam beradi. Chet tilini o'rganish insonning dunyoqarashini kengaytiradi, boshqa madaniyatlarni o'rganishga yordam beradi va global imkoniyatlar eshigini ochadi. Ta'limda onlayn o'qish foydalimi? Foydali, chunki uyda o'tirib o'qishi mumkin va vaqtini tejaydi. Onlayn ta'lim moslashuvchanligi bilan qulay, lekin u samarali bo'lish uchun o'quvchidan yuqori darajada mustaqillik va intizom talab qiladi. Seferdan sevon olishim uchun nima qilishim kerak? Sahifamga obuna bo'ling, sevon olishingizga yordam beradigan texnikalarni joylab boraman.